Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye de sıdığa juruzu. Cungo'da mağzap iqtisatının yemirlişi ve devrinin terakkiyatı. Abdur Newdaw Efendi. Bu makale 10. ayının 13. günü büyük irator bitidi ilan kılındı. Makale mındak başlandı. TPP Vietnam güçe yetip geldi. Çünkü Vietnam TPP savdo kelişimiga qatnaşdı. Endi Vietnam Kompartiyasi birinchi bo'lib ag'dirilmaydigan yoki ag'dirib yetilmaydigan hokimiyat yurgizguchi partiyaga aylandi. Pul besib tarqitib, mozg'ab iqtisod paydo qiladigan partiya. Ya'ni yana qachongacha yashab turishi mumkin. Bu yerda Newdaw Efendi Jungo Kompartiyasini nazarda tutyapti. Jungo Kompartiyasi muoqibatni o'ylashi kerak. Pul ko'tarib, dunyoning har qaysi joylarini aylanib, haromzodalik qilishning o'rni yo'q. Chunki bunda ish o'rin qolmadi. Chunki xalq pulining kelib ketishi aslo aniq emas. Xalq puli qayerdan kelyapti, qayerga ketyapti, bu aniq emas. Pul g'aljirlik bilan besib chiqarilgan pul. Ya'ni hamma kishi biladigan pul. Texmi qiziqarligi shu yerdiki, Jungo Kompartiyasi pul besib tarqitishga boshlagan kundala men cho'nchatoq chiqadiganligini ko'rib yetgan edim. Chunki Jungoda pul besib tarqitish 2009-yili boshlangan edi. Diqqat vatandoshim, 2009-yili Jungoning vaziyati qandoq bo'lgan? 2009-yili 5-yon voqeasi yana qandoq farqlagan bularni birlashtirib tasavvur qilsangiz bo'ladi. 2009-yili boshlangan edi. Dal shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari zapas pul komiteti, ya'ni pulni qo'yib etish, dollarni qo'yib etish siyosatini yo'l qo'yib, Jungoda pul besib tarqitishga dollar yariyulak bo'lgan edi. Jungo g'aljirlik bilan pul besib tarqitish jarayonida ko'p qism dollar yariyulak bo'lgan. Buning mohiyatli sababi shu ediki, Xitoy xalq pulining xalqarada hech qanday inovati yo'q edi. Demak, dollar orq terak bo'lib, bu pulga turib bermasa Xitoyning puliga, Jungo puli yoki Xitoy pulining dunyoda hech qanday inovati yo'q edi.